bo'lsa bo'ldi aka. Aha. Bugun arzoniga berib yuboraman. Xalqami? Xalqqa arzoniga ketar aka. Gap yo'q. Akalar mana xudo xolasa, sizlar uchun mana shunaqa ozgina 8 bosh qo'zichamizning zo'rlarini akalar topib qo'ydik. Yugurib, yelib akalar mana shunday qo'zini zo'rini olaman, boqaman degan akalarimiz bo'lsa, mana sizlarga 3 oylik, 4 oylik qo'zichalardan 8 boshgina akalar zo'rlari. Nechi bosh erkak, nechi urg'och? Aka 3 ta urg'ochisi bor, qolgani erkak. Mana shunisi erkak aka. Mana aka. Ko'rishsin. Gap yo'q. Akalar sifatlariga. Nasl bo'laman. Qo'zi bundan sifatli bo'lmaydi. Gap yo'q. Akalar mana sifatlariga e'tibor beramiz. Haqiqatan yaxshilari. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Yangiobod mahallasidan 20-may sanasi bilan akalar sizlarga qo'zilarning zo'rini 8 ta bo'lsa ham akalar xudo xolasa 80 tani o'rnini bosadigan yaxshilari. Buni Jigulini pulga berib yuborasiz-da. Aka, Jigulini pulga ketadi, sotayotganda jentra oladi aka. Gap yo'q, mana akalar. Foydasidan akalar bemalol jentra minasizlar. Tezroq ulgurib qolinglar, xudo xolasa kim olsa ham yaxshilarini, baquvvatlarini oladi. Sog'liklariga garantiya deyishdi. Dastavkasining yo'li bor-a? Dastavkasini o'ylashmasin. Samarqand, Buxoro, Biyoz, Surxondaryo. Joningiz sog' bo'lsin. Nech bilan beramiz? Viloyatlarga aka kelishilgan holatda chiqadi. Nech bilan beramiz endi mana shu katta aka 29 dan bo'lsa olib ketishsin, 2 million 900. Aha. Aka 2 million 950 dan bo'lsa olib borib berasiz. Olib borib beraman. Gap yo'q. Agar 2 million 950 ming so'mdan bo'lsa, olib borib ham berilaveradi. 2 million 900 ming so'mdan bo'lsa, kelib o'zlaringiz olib kelsalaringiz bo'laveradi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Mana shunaqa chiroyli sifatli qo'zilarni olishga ulgurib qolamiz akalar.